Duo, dildagi ulug' ohang. Biz duoni shunday atashni joiz deb bildik. Chunki duo faqatgina biror bir hojatni so'rash emas, balki uni qiynayotgan hamma narsani, hatto hech kimga ayta olmaydigan sirlarni ham Alloh taoloning o'ziga aytishdir. Shu bilan birga u o'zi qilgan gunohlarni ham unga aytib tan olish va tavba qilish mumkin. Zero Alloh taolo bizga hammadan, hatto ota-onamiz, eng yaqin do'stlarimizdan ham yaqinroqdir. Alloh taolo Baqara surasi 186-oyatda qachonki bandalarim sendan men haqimda so'rasalar, bas, albatta men yaqindirman. Duo qiluvchi duo qilganda duosini ijobat qilaman degan. Alloh taologa qalbingizdagilarni baland ovozda baqirib aytish shart emas. Unga so'zlar bilan tushunarli jumlalar tuzish ham shart emas. U zot inson qalbidagi hamma narsani so'zsiz, sassiz ham eshitadi va ijobat qiladi. Hadisi sharifda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim Allohdan so'ramasa, u zot undan g'azablanadi deyilgan. Odatda biz ojiz bandalar boshimizga biror bir tashvish tushgandagina Alloh taologa yolvora boshlaymiz. Boshimizga tushgan ofatni tezroq aritishini so'rab Allohga yalinamiz. Musibatimiz arigandan keyin esa duo qilish yodimizdan ko'tarilib, xuddi hech narsa bo'lmaganday yuraveramiz. Bu noto'g'ri holatimizni Alloh taolo Qur'oni Karimning Yunus surasi 12-oyatida shunday vasf qiladi. Qachonki insonga zarar yetsa, bizga yonboshlagan, o'tirgan yoki turgan holida duo qiladir. Undan zararini ketkazsak, xuddi o'ziga yetgan zarar haqida bizga duo qilmagandek ketaveradi. Ana shunday qilib, isrofchilarga qilayotgan amallari ziynatlanib ko'rsatildi. Inson bolasi ishi yurishib, o'zi sog' salomat, rohat farog'atda yashab turganda hech narsa bilan ishi yo'q, mag'rur yashayveradi. Ammo Alloh taolo hidoyat bergan mo'min bandalar esa bundan mustasno. Aslida esa shunday ishimiz yurishib, baxtli damlarimizda ko'plab duolar qilishimiz, Allohga shukronalar keltirishimiz kerak. Zero Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musibat tushgan vaqtda Alloh taolo duolaringni tezroq ijobat qilib, kushoyish berishini xohlasang, kengchilik vaqtlarda ko'proq duo qilgin deb tavsiya berganlar. Boshqa biror bir mushkulot tushganda Alloh taologa ko'proq duo qilishlik qazoi qadardan norozilikni keltirib chiqarmaydi. Duo qilishlik aynan Alloh taologa ibodat qilishdir. Habibimiz sallallohu alayhi vasallam duo ibodatdir deganlar. Imom Termiziy rivoyati. Duo va zikr bilan qalb ravshanlashadi, siqilishlar ketadi, xotirjamlik va hojati ravolik keladi. Duoyimiz ijobat bo'lib, hojatimiz ravo bo'lishini xohlasak, Habibimiz sallallohu alayhi vasallam tavsiya berganlaridek duo qilishimiz kerak bo'ladi. U zot sallallohu alayhi vasallam gunoh aralashtirmasdan, qarindoshlik aloqalarini uzmasdan, Allohdan chin ixlos va qat'iylik bilan so'rashimizni tavsiya berganlar. Bulardan tashqari duo qilish odoblari ham talaygina. Bularga ijobat qiladigan bo'lsak, duolarimiz tezroq ijobat bo'ladi. Bu haqida keyingi eshittirishlarimizda bayon qilinadi.